Assalomu alaykum kanal a'zolari va mijozlari. Bugungi navbatdagi obzorimizda Jajji 3 furgonimiz bo'ladi. Xo'p, mijozlarimiz aytishi mumkin bu necha tonna deb. 3 tonnadan 4,5 tonnadagi 5 tonna yukni bemalol tortib oladi. Xo'p, buni tashqi ko'rinishi kelgan bo'lsa, tashqi ko'rinishi farasini e'tibor qarasa bo'ladi. Faras oddiy far emas, fardan iborat bo'ladi va tungi chiroqlar ham tunda yuradigan shofer akalarimiz uchun ham chiroqlar ham bor. Xo'p, tashqi tomonda jack mashinamizning o'zini emblemasi jack dozu bor. Motori Dons motordan iborat bo'ladi va ot kuchi 128 06 108 li motor bo'ladi. Xo'p, furgonimizni uzunligi kelgan bo'lsa, agar uzunligi 3 metr 70 sm bo'ladi, eni bo'lsa 1 metr 81 sm bo'ladi, balandligi bo'lsa 2 metr bo'ladi. Xo'p, kubasi hisoblasa agar 12,5 kuba bo'ladi. Xo'p, uni kuzov ramlariga e'tibor qaratsak, kuzov ramlari rezinkali bo'ladi va qavurg'ali ham qavurg'alari ham svarta qilingan, zaklubda olingan. Bu yerda ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerda akkumulyator va воздушмачудан bor. Xo'p, bundan tashqari furgonimiz ham yon tomondan ham orqa tomondan ochiladi. Bu ikki tomondan yuk olsalar bo'ladi. Resorlari qarasa bo'ladi. Resorlar oltita resor bo'ladi. Orqa va oldindan bir xil resor qo'yilgan, bir xil razmerlar. Balon razmeridan bo'lsa, balon razmeri 15 dyumli razmeri bo'ladi. Bu karsi balon emas, yumshoq balondan iborat. Uzoq yo'llarda bemalol qiynalmasdan o'z manziliga yetib oladi, xudo xolasa. Xo'p, furgonimizning orqa tomonidan preset taqish uchun joy ham bor, parkovka. Bemalol ko'rsatsangiz bo'ladi. Mijozlarimiz so'rashi mumkin, bu nimada yuradi? Bu dizelda yurmaydi, bu benzinda yuradi. Va aslida o'zi benzin tanlamaydi. 65 litrli bakdan iborat benzin bachogi bor. Bu yerda zapasli balon ham bor bitta. Bu yerda qarasangiz ham bu yoq tomondan ham bir xil razmerli 6 resor qo'yilgan. Hop, mashinamizning ichi saloniga kirib o'tdik. Ichki salonda ruldan boshlaymiz. Rul multirul bo'ladi. Skorost 15 vagonali bo'ladi. Bu yerda ruchnikimiz bor. Xo'p, bu tomonda senter zamor va oyna ko'targichlarning hammasi elektronika bo'ladi, ruchnoy emas. Xo'p, radiosi bor, bemalol uzoq yo'l chiqqan payt qo'shib ketsalar ham bo'ladi va havoni issiq sovuq kunlarida ham konditsionerimiz ishlaydi va zaryadga qo'yish uchun ham USB audio joylarimiz ham bor. Va shoferdan tashqari ikkita odam bemalol ketsa bo'ladi. Va bundan tashqari bu skametamizni tushirtirib, bu yerda bar tariqasidan ishlatsa bo'ladi. Ikkita skachlarning joyi va bu yerda pul solib turadigan dokument solishni joylarimiz bor. Va bundan tashqari mashinamizga garantiyamiz ham bor. Garantiya 1 yilga beriladi. Motorga, korobkasi, zadniy mostga garantiya beriladi. Bizga ishxonamiz tomonidan garantiya beriladi. Jajji 3 furgonimizni qo'ldan kelgancha obzor qilib o'tdik. Narxi bo'lsa, narxi 6500 bo'ladi. To'lov usullari mashina haqida to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, pastda raqam qoldiriladi. Bilan aloqa qilsangiz bo'ladi. Ha, aytgancha video yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosishni unutmang.